Assalomu alaykum azizlar. Mana bugungi kunlarimizni ham boshlab oldik. Uzun Zavudskiy motorda Kia Bongo so'raganlar uchun 138 talik ikkita propan qo'yib olsanglar ham bemalol xizmatini qiladigan 2010-yilda ishlab chiqarilgan Kia Bongo o'yimizni narxlarini qulay narxlarda qilib beramiz. Motorlar ham yurib turibdi, juda ham a'lo holatda. Umuman kamchiligi yo'q, udar kaltagi yo'q deyishdi. Oldi balonlar ham yangi ideal holatda turibdi, ko'rishinglar mumkin. Hech qayerda chirigan joylari yo'q, bortlar yangi holatda. Ikkita metan gazi bor. Ramalari ham, zapaska balonlari bor. Zo'r holatda turibdi. Bortlari ham yangi ekan. Juda ham ideal holatda ekan. Narxlarni arzon qilib beramiz deyishdi. Ozmoz pul yetmasa, halol narsa savdoda ham savdo qilishingiz mumkin. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqsanglar, narxlar haqida ma'lumotlar berishadi. Keyingi mashinamiz 2011-yil Starex motorda Kia Bongo. Bu ham ideal holatda, juda ham ko'rishingiz mumkin. Motorlarda kamchiligi yo'q. Motorlar yangi qilib qo'yilgan, orqa bo'tlari yangi qo'yilgan. Salonlari ham juda ham ideal holatda ko'rishingiz mumkin. Bu mashinamiz ham balonlari yangi. Hech qayerda chirigan joylari yo'q. Suvarka yoki udar kaltay bo'lgan joylari yo'q. Ikkita metan baloni bor. Qishga bemalol propan balon ilib olsanglar, xizmatini qiladi, xudo xolisa. Juda ham ideal holatda boshlaymiz. Motor xadolarida umuman kamchiligi yo'q. Past raqamdan qoldiraman, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Keyingi mashinamiz Xitoyning Chang'an avtomobilidan dubl kabina. Oilaviy, tomorqasi bor insonlar uchun juda ham a'lo darajada bo'lgan tanlov bo'ladi. Balonlar yangi. Motorlari ham juda ham ideal holatda buni ham. Salon qismlarini ham polik chexollarni yangi qilib qo'yilgan. Ishga tayyor mashinamiz. 240 ming yurgan. Mo'ylab sotqilmaydi, hech qayerda kraskalar yo'q, galavalarda tunkalari qadalgan. Nos korobkalarda kamchiligi yo'q. Bu mashinaga ham ozmoz yetmaganiga variant qilib beramiz. Past raqamdan qoldiraman, bemalol telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bizga aloqa qilsanglar, ishinglarni tez va sifatli bitirib beramiz.